Mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan mamlakatimiz bo'ylab yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz shiori ostida keng ko'lamli tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida o'tkazilgan Mustaqillik to'yi festivali tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. O'tkazilayotgan Mustaqillik to'yi festivali yurtimizning barcha hududlarida ezgulik, birdamlik va vatanparvarlik g'oyalarini keng targ'ib etyapti. Sariosiyo tumani ham ana shu ulug' ayyom shukuhini yuksak saviyada qarshi oldi. Harbiy orkestrning sadolari milliy kuylar yuraklarni bir maqsad atrofida birlashtirdi. Festivalda shoir va yozuvchilar, ma'naviyat targ'ibotchilari, baxshilar, san'atkorlar, harbiy xizmatchilar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etib, vatanni ulug'lovchi chiqishlari bilan yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat va unutilmas taassurot bag'ishladilar. Tadbir tumanning Yangi O'zbekiston bog'idagi kinoteatrda harbiy vatanparvarlik mavzusidagi film namoyishi bilan davom etdi. Ekranda aks etgan jasorat, matonat va fidoilik timsollari tomoshabinlarning qalbida chuqur iz qoldirdi. Tadbir davomida ijod ahli bilan samimiy muloqot ham bo'lib o'tdi. So'zga chiqqan shoir va yozuvchilar mustaqillikning bebaho qadri, Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, yurtimizdagi tinchlik va osoyishtalikning ahamiyati haqida fikrlar bildirdilar. San'atkorlar va madaniyat xodimlari tomonidan ijro etilgan vatanni tarannum etuvchi she'rlar, termalar va dostonlar ishtirokchilar qalbida milliy g'urur va faxr tuyg'ularini yanada mustahkamladi. Festival Yangi O'zbekiston bog'ining markaziy favvora maydonida davom etdi. Bu yerda harbiy psixologlar yoshlar uchun qiziqarli treninglar o'tkazib, ularning jamoada ishlash, tezkor fikrlash va idoraviy fazilatlarni mustahkamlashga qaratilgan mashg'ulotlar tashkil etildilar. Shuningdek, faxriy qorovul shaxsiy tarkibining mahorat va intizomini namoyon etgan ko'rgazmali chiqishlari yig'ilganlarning olqishiga sazovor bo'ldi. Festival doirasida tashkil etilgan Zakovat intellektual bellashuvi yosh harbiy xizmatchilarning bilim va tafakkur salohiyatini namoyon etishi uchun yana bir muhim maydon bo'ldi.